Final. Sog'lig'or qishlog'ini hozir bog'cha jamoasi hamda bularning jamoasi menimcha garaj jamoasi chiqdi o'yinga. Final bo'lyapti. 1-0 hisobida. Bog'cha jamoasi, bog'cha tashkilotimiz jamoasi ayollari g'olib chiqishyapti. Bu mahallani tomoshabinlar. Musobaqa qanday bo'lyapti musobaqa? Ha? Biron narsa deng endi qishlog'imiz ayollariga. Qishlog'imiz ayollariga gap yo'q, juda zo'r. Hozir tomosha qilib o'tiribdi. Hammani 8-mart bilan tabriklayman. Kelayotgan Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, sizlarni charchamaysiz. Zo'r, rahmat sizga ham. Bolachalar ham chiqib ketyapti. Onu mahallani erkaklari ham kiyib o'tiribdi. Bu tomonda ham bor mana. Jamoaning erkaklari ham kelgan. Sportchi qizlar. Birinchi hisobida hozir bog'cha jamoasi yutgan. Birinchi, ikkinchi o'rin shu o'yin bo'lyapti. Uchinchi o'rinda maktab jamoasi olishdi. Oxirgi time. Out. Saflak. Mana bog'cha jamoasi yutdi. Garaj jamoasini hozir saflanyaptilar. Uchinchi o'rin sohiblari hozir sovrinni beriladi. Bog'cha jamoasi. Bu bilan mahallalarga bo'lingan. Tabriklaymiz bular hammasini. 88-yilda tug'ilgan yigit qizlarimiz bu yilgi Navro'z bayramini o'tkazish uchun bel bog'lagan. Shuning uchun bugun 8-mart xalqaro xotin qizlar bayramini ham
nishonlash uchun mana shu bayram musobaqani tashkil qilgan mana jamoalarga hozir sovrinlarni beramiz. Birinchi bo'lib ikkinchi o'rinda olgan jamoaga sovg'alarni topshirib chiqamiz. Qarsaklaringiz ostida. Endi esa mutlaq g'olib bog'cha jamoasining xotin-qizlarini taqdirlab chiqamiz. Birinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Bayramni yaxshi o'tkazasizlar nasib bo'lsa. Musobaqa qanday bo'ldi? Musobaqa haqida kim fikr bildiradi? Fikrlaringizni bildiringizlar. Musobaqamiz juda ham chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Hamma ayollarimiz xursand. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda hammasi. Har doim mana shunday bayramlar ko'p o'tkazib turishlarimizni Savlug'or mahallasining, G'uzorrayon Savlug'or mahallasining ayollarini yana bir bor tabriklaymiz hamda bugungi musobaqa tashkilotchilarini ham katta rahmat aytamiz. Hamma qarsaklar bilan bugungi bayramni nasib bo'lsa yaxshi kayfiyatda o'tkazamiz. Rahmat.